Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hammalaringizni kirib kelayotgan Hayit bayrami, Qurbon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik tilayman. Azizlar, mana shunday bayram kunlari o'tganlarni xotirlasak, ularning oxiratlari obod, ruhlari shod bo'ladi. Men bir she'r yozgan edim. Shu she'rimni sizlarga o'qib bermoqchiman. She'rimni birinchi muhabbatim deb nomladim. Buni sababi har xil voqea hodisalar, tasodiflar tufayli ko'z ochib ko'rganlaridan, suyukli yorlaridan, oilasining ustunlaridan, farzandlarining mehribon otalaridan ayrilib qolgan opa singillarimiz va tengdoshlarimizni va oilasining farishtalari bo'lgan bolalarining, farzandlarining mehribon volidai muhtaramalaridan ayrilgan aka-ukalarimiz va tengdoshlarimizning yurakdagi dardlarini chin dildan his qilgan holda qog'ozga tushirdim. Azizlar, shu she'rimni sizlarga o'qib beraman. Birinchi muhabbatim. Osmonda charx urgan qush, o'xshaydi sen ham sarxush, meni esa bag'rim bo'sh. Birinchi muhabbatim. Seni eslab yig'layman, seni qumsab yig'layman, xayol surib to'ymayman. Birinchi muhabbatim. Farzandlaring yonimda bo'y cho'zmoqda kun-ba-kun, joying bo'lsin jannatda. Birinchi muhabbatim. Ruhlaringni qilib shod, oh urmayman solib dod, oxirating bo'lsin obod. Birinchi muhabbatim. Hamma narsa bo'lsa gar, kunlarim o'tar nochor, kimsa yo'q ko'ngil ochar. Birinchi muhabbatim. Sabr bergin Allohim, buni hayot deydilar, bu hayotda ko'p ekan mendek jabri deydilar. Xotiramdasan doim birinchi muhabbatim. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa bildirasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.